chiqarib beramiz, tayyor. Beton sementlari bor. Qancha kerak bo'lsa yetkazib ber. Jarayon ketyapti. Operatsiya qiladimi bu? Fasadni plitka terganingiz yaxshimi yo eronni g'ishtini tersangiz yaxshimi? Like, podpiska chiqmasin, repost etsangiz ham barcha do'stlarga tarqatib qo'ying, kommentariyaga yozing. Nima uchun ochiq? Buni arasi ochiqligi sababi devor sho'rlamasligi uchun. Arasi ochiq qancha bo'lishi kerak? 10 sm, 5 sm farq bo'ladi. Devor sho'rlamasligi uchun. Garantiya bor, ha? Garantiyasi bor. E'tibor uchun rahmat. Pul telefonni qo'yaman. Shaharda aeroportimizga xullas bu uyimizga keldik, sexda tayyorlab, fasadni plitkani kelib qo'yib bergan ustalar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerini qo'yaman, aloqaga chiqaverasiz. E'tibor uchun rahmat. Like, podpiska etsan chiqmang, repost etsan chiqmang, kommentariyaga yozing. Bu videoni barcha tanishlaringizga jo'natib, odkoslarimni qilib 400 kvadrat ekan. Xullas, e'tibor uchun rahmat.